Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi ishlarimizdan Cobalt avtomat korobka. Hozir Cobaltimizdan korobka tushirib olamiz. Bunda bo'ladigan muammo, mashina yurishlaridan pasadi, skorost almashtirishlaridan geç skorost almashtiradi. Mashinamizning probegi 200 mingdan ziyod. Filtrini, avtomat korobkani filtri to'lib qolgan, ichi polni. Keyin bunda keyingi muammolari yine şu quyosh taralgilari ketgan. Yana talchoqning emasini. Futulkilar ham o'lib qolgan. Bina futulkisi ko'rganlaringizdek. Mana nasozlarni ichini polni sachib ko'rdik. Nasozlar yaxshi. Bu pırtlatkilar ham yaxshi. Hozir xudo xolasa bu korobkamizni yuvib, chayib, tozalab basamiz. Inabina korobkani filtrini içindeki magniti, bu har xil yani turishkilarni nalarni olib qolish uchun shuni magniti bor. Mana korobkani ichini ahvoli. Moyni vaqtida almashtirmagan egasi ko'p mashinani qiynab aydagan. Shuni o'zini ish ahvoliga bosibdini. Kimga shunday korobka xizmatlari, avtomat korobka, mexanik korobka xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalımıza abone olup şu nomer kaldıramiz, şu nomerlere telefon etsinglar bo'ladi. Bir de yine Nexia'nın motorunu açıp koymuş. Ondan keyingi işlerimiz Mo2'den kelgan. Yine Cobaltimizni tushirgan holatimiz. Bu videoni do'stlarimizga tashlab obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'ling.